Assalomu alaykum. Instagramda obunachilar, sizlarga bugun navbatdagi reklamamiz egalaridan 2015-yilda ishlab chiqarilgan Captiva bo'ladi. 15-yil Captiva 3 bo'lgan, oldi ko'rinishi 4 qilingan. Faqat far bilan bufer qo'yiladi bo'ldi. Captiva 4. Hammasi zavodskoy. Diska balon radnoy holatda turibdi. Holati zo'r. Captiva 4 rullari qo'yilgan ekan. 100 mingdan sal oshiqroq yurgan, video registratori bor, chexoli bor, poliki bor. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar, ratsiyalar bilan to'ya chiqib, kortejda gününe 400 ming so'm, 300 ming so'm pul topib yuraverasizlar. Metan gazlari bilan do'stlar, kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda pastda nomer turadi. Prямо eganing nomeri do'stlar. Bu egadan xohlasangiz generalni, xohlasangiz oformit qilib olishingiz mumkin. Pastda nomer turadi, telefonlashasizlar, kelishasizlar. Narxi 162 million so'm narx aytibmiz. Bemalol ustida savdosi bor do'stlar. Hammaga omad, like bosamiz videoni. Captiva izlaganlarga tashakkur qilamiz do'stlar. Kanalimizni 2015-yil Captiva 4 qilingan. Holati zo'r. Xullas, hammaga olib haydashni nasib qilsin do'stlar.